Mana azizlar. Kanal Ag'nadi. Surxondaryo viloyati Bandixon tumani Xo'jaipok mahallasida kanal ag'nadi. Oyoqni qarang, botib loylardi. Uylar yuvildi. Hamma tomonda rasvosini chiqardi. Uylarni ichigacha. Qarang buni. Nima qilaylik endi? Quruvchilarimiz omon bo'lsin, yaxshi qurgan ekan. Yiqilsak ham nima deymiz? Qarang, yumshoqqina joy tayyorlab beribdi-da bizga. Qancha xalq uyini, molini, dehqonchiligini mana garovga qo'yib ularni duo qiladi endi. Hop. Tashladi jezosizdikini, biznikini tashlasin. Xalq ko'ryapsizmi? Joni achyapti. Hammasi bir-biriga baqirib. Uylar qolmadi. Uylar qolmadi ya. Nima narsa bo'lsa hammasini yig'ishtirib ketdi. To 70 ga kirgan momomni qarang. Qo'rqqanidan uydan tashqari chiqib olgan. Shuni zamana yerda bir moshin tosh bor edi. Qani bu? Mana bu yerda ko'p idishlar bor edi. Hammasini oqizib ketdimi? Molni yemishlari ham hech narsa tirik qolmadi. Buni qarang. Shuncha uy. Agar meni ko'rayotganlar orasida shu kanal quruvchilari, shu Bandixon tumani hokimlari, mas'ul shaxslar bo'lsa, sizlarga katta rahmatim meni. Butun xalq sizlarni duo qiladi. Barakallah, zo'r kanal quribsizlar. Tasanno sizlarga. Qanchalab odamning dehqonchiligini uyga olib boradigan rizqini kesdilar. Uylarni tagi bilan supurdilar. Endi sizlarga nima deyishga ham hayron bo'laman. Shuncha xalqning uyi nima bo'ldi bular? Mollarga qarang, uylarga, molxonalarga qarang. Hammasini yedinglar. Zararni kim qoplaydi? Million zarar keltirdilar. Uylarni qaranglar. Jarliklar hamma tomon yuvilib bitdi. Alaykum assalom. Uzoq qandaysan? Molxonani ham bosdimi? Molxonani ham bosdimi? Ha, bosadi. Omon bo'lganlar yaxshi ishlaydi-da. Bosadi keyin. Omon bo'lganlar yaxshi ishlaydi. Xalqqa foydan kelsin desangiz, nima qilib beradi? Mana shunday ishlar qilib beradi. Qarang azizlar.